Bu reelsni bolasi bor onajonlar ko'rsin, bolasi bo'lmaganlar uzoqlashinglar kerak. Men o'zimni 5 yildan beri mana shu aspirator bilan qiynab yurgan ekanman. To'g'ri eshitdinglar. Farzandlarim kasal bo'lganda burni oqayotganda mana shu aspiratordan foydalanardim, lekin meni eng katta travmam mana shu aspirator bo'lgan. Ya'ni buni bolani burniga yetkazasiz, buni og'ziga yetkazasiz, burnini qilib so'rayotganinglarda mana bu juda ham kichkinaligi uchun birinchidan yaxshi tortilmaydi, ikkinchidan bolani burnidagi shilliq hammasi ichiga ketib qolishi mumkin. Это жесть. Bu meni eng katta travmam hisoblanadi. Mana shundan 5 yildan beri qiynalib foydalanardim. Endi buni yechimini topdim. Mana buni yechimi, девочки. Umid brendidan shunaqa aspiratorlar sotib oldim. Qulayliklarini sanab o'taman. Juda ham qulay. 2 xil nasabasi bor. Bu 1 yoshdan uchun, mana bunisi bo'lsa 1 yoshgacha, ya'ni 0+ 2 ta nasabasi bo'ladi. Bolani burnini qiynalmaydi, silikonoviy bo'ladi. Tortilishi ham juda ham udobniy, mana eshitishlar uchun. Bolani burnini biqisi qurvolmaydi, juda ham udobniy. Bolani qiynab, big'illatib yig'latish shart emas. Самый главный, ani plisosga qo'yadigan aspiratorlardan boshqa yana aspiratorlarda, ya'ni buni podelkalari ham chiqib ketgan. Buni tortganinglarda, mana bu yerga yig'ilgan shilliq yana qaytarib ichiga kirib ketishi mumkin. O'shaning uchun maslahat beraman, faqat mana shu profildan olinglar, yo bo'lmasa tagiga ssilka qo'yib qo'yaman. U yerdan Uzum marketdan ham topsanglar bo'ladi. Mana screenshot qilib olishinglar uchun yana bitta ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Aspirator qulay tomoni, aspirator yoki boshqacha bundan boshqa yana aspiratorlar ko'p foydalanganingizda bolani o'pkasidagi viruslar, infeksiyalar sizni ham plyus o'pkasiga kiradi. Endi bolani qiynab yig'latib yoki ichimlik ketib qolsa deb qo'rqib o'tirish shart emas. Aspirator qulay tomoni, oddiy aspiratorlardan, ya'ni mana bunaqa oddiy aspirator yoki boshqacha bundan boshqa yana aspiratorlar ko'p foydalanganingizda bolani o'pkasidagi viruslar, infeksiyalar sizni ham plyus o'pkasiga kiradi. Endi bolani qiynab yig'latib yoki ichimlik ketib qolsa deb qo'rqib o'tirish shart emas. Mana shu aspiratorlarni musorga tashlaymiz, o'rniga ummet aspiratorlardan olamiz, maza qilib tortamiz. Katta yoshli farzandingizni ham bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Xavfsiz, hech qanaqa shumli ovozlari chiqmaydi, og'riqlar bo'lmaydi, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Sizlarga yechim